Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan men har doimgidek usta Xurshidbek. Biz jamoamiz bilan xonadonlarga mana shunaqangi tunuka ishlarni qilib beramiz. Bu ishimizni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Qo'riq qishlog'ida qilib berdik. Mirzoyit akam xonadonlarida mana shunaqangi chiroyli holatda 90 gradusli fasonda qilib berganmiz. Ko'rishlaring mumkin, o'ta ideal holatda har bitta burchagiga alohida e'tibor bergan holda qilib berganmiz. Qadrdonlar, darvoza qismiga kirib keladigan bo'lsak, darvoza qismini mana shunaqangi oq rang, tilla rang, mo'k rang aralashtirib tunuka ishlarni qilib berganmiz. Bu darvozaxonamizga bir dona kosmosimizdan o'rnatib berganmiz. Qadrdonlar, har bitta burchagiga alohida e'tibor bergan holda tunuka ishini o'tkazib berdik. Ko'rishlaring mumkin, bu burchaklarni ham bir xilda qilib berganmiz. Qadrdonlar, hop, oldi qoshlariga keladigan bo'lsak, oldi qoshlarini mana shunday 90 gradusli fasonda qilib berganmiz. Tarnovlarimizni esa mokri rangda o'rnatib berganmiz. Bu tarnovlarimizni 1 metrini 60 ming so'mdan o'rnatib berganmiz. Qadrdonlar, ko'rishlaring mumkin, har bitta burchagiga alohida e'tibor bergan holda tunuka ishini qilib berdik. Hop, turbalar qo'yib berganmiz. Turbalarimizni 1 metrini 40 ming so'mdan o'rnatib berganmiz. Bu darvozaxonamizga keladigan bo'lsak, bu darvozaxonamizga ham 3 dona kosmosimizdan o'rnatib berganmiz. Ko'rishlaring mumkin, o'ta ideal holatda chiqqan. Buni ham har bitta burchagini alohida e'tibor bergan holda qilib berganmiz. Qadrdonlar, kimgadir mana shunaqangi sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bemalol aloqaga chiqib qolasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.